أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Durusul Balagha namlıq yanında balag'at sohasiga qadam olg'uvchilar uchun tayyorlangan balag'at darsligi. Shu bobning ilmil maani degan bo'limda ketib qolamiz. Ilmil maanini biz avvalda 6 bobga bo'lgan edik. 6 bobga bo'lib olgan. Buningdan 2 bobni so'zlab bo'ldik. Buningdan 2 bobni so'zlab bo'ldik. O bab qaysi degandek, yani biz birinci babda haber ve inşaatını sözledik. İkinci babda zikir ve hadisini sözledik. Üçüncü babda hem de takdim ve te'khirni sözleyimiz. Birinci babda cümle neme için ya cümle haberiye bulup gidiyordu, neme için cümle inşaiye bulup gidiyordu. İkinci babda cümlede neme için malum cümlenin bir böleki sözlep keltirildi. Nima uchun ma'lum bir bilak tushirib qo'yiladi? Buni so'zladik. Ham 3-bobda nima uchun jumlada ma'lum bir bilak ilgari qilinadi, ma'lum bir bilak keyin qilinadi? Nima uchun? Chunki jumla degan lafz e'tibori bilan bi e'tibori lafz jumla degan lafzlarni tarkib topadi. Masalan, hozir bir jumla 2 lafz İki kelimenin terkip tabi mesela. Bu iki kelime lafız itibarıyla okşar. Lafız itibarıyla bunu başlık yaptıracak mı buludu? Bunu başlık yaptıracak mı buludu? Yani tesavi beynehum. Beraber. Kaysını başlık yaptıracak buludu lafız itibarıyla. Hem de anda oğandaki kaysını başlık yaptıracak buluduğun o okşaş derecelik nersini birini başlık yaptırmış, birini keyin yaptırmış ki ne mi türkü oldu? Ne mi üçüncü de yaptırmış dese bunun sebepleri var. Anda katacak mı bulduğun, bunda katacak mı bulduğun yerde birini baldık yatırış gibi sebepler var. Ama bazen kaydılı var. Bazı kaydılı var. Çokum baldık ilişkiler, kin ilişkiler degan. Mesela fiil baldık ilişkiler. Onundan kin fail. Onundan kin mef'ulun bih. Bazı da mef'ulun bih failin aldığı çıkıp ihtimalı kan var. Lakin fiilin aldığı çıkıp kalmayız mesela. Bazen yerde sıfat mevsup degandek bir sıfatnik bir mevsupның bir, iki, üç tane sıfat kalsa Zeydun, alimun, kelimun mesela şüca'un da bu sıfatını kanı baldıya gelsek buludu. Kanı baldıya gelsek. Manı baldıya Zeydun, alimun'u baldıya gelsek buludu. Zeydun, kelimun'u baldıya gelsek buludu. Zeydun, şüca'unu baldıya gelsek buludu. Bu şunda urunda nemi üçün, nemi sebepten baldıya getirimiz, nemi sebepten kin getirimiz. Tabii ki baldıya getirmek sebep olan neyse bunun kayma karşısında keyin keltirishga sababchi bo'ladi. Bu shuni so'zlaymiz bugün. Shu sababdan bir cümlede mesela Zeydun qaimun desek Zeydun qaimun, Zeydun mubtada, qaimun xabar. Bazı çağda mesela Zeydun fid dar desek, Zeydun fid dar desek Zeydun mubtada, fid dar xabar. Ama bazı çağda fid dar Zeydun deb keladi. Biz bunu nima deb tarkib etamiz? Fid dar Zeydun desek haber mukaddem, mubtada muakhir deymiz. Lekin yeni bir taraftan balag'at sohasini qarab etsak çoğu fiddari mubtada. Zeydun haber. Fiddari musnad ilay Zeyd haber oldu. Yani baldi kagine nima musnad ilayhi bo'ladi. Kin kagine musnad bo'ladi. Qanday qilsak bo'ladi yana? O'yinning ichidagisi Zeyd demaydi o'shalar. O'yinning ichidagisi Zeyd. Zeyd o'yinning ichida. Demek nima uchun shu baldır keltiriladi? Nima uchun? Baldır keltirilishning sababi nima deganni o'qiymiz endi. Babun 3-bab taqdimi va ta'khir. Yani ilgili keltirish va keyin keltirish haqida deydi. Min al-ma'lumi annahu la yumkinu an-nutqu bi ajza'il kalami duf'atan wahidatan. Endi shunisi aniqki kalamning juz'ilarini bir yolamla, bir akla, bir katımdıla sözleş mümkün emez. Bir cümleni biz Zeydun kaimun demeyiz. Zeydun kaimun. Ya ki kaimun Zeydun. Demek biz iki parça bilip demeyiz. Bir yolamga bir katımda değil olmaydı. Bu neden bilesizler?
bel la budde min takdimi ba'dil ecza'i ve te'khiril ba'd, belki şu kalamdaki cümlenin böleklerinin bazısını ilgili kılış ve bazısını keyin kılış lazım. Bu sözleştiğin çukum bazısını baldi deyimiz, bazısını keyin deyimiz. Onun başka amal yok, çare yok. Ve leyse şey'un minha fi nefsihi evla bit tekaddumi minel ahar. Hem bu şu, bunda bulan cümledin özünün nefsi de, cümle özü de aldığı bulaş üçün yeni birden evla emez. Cümlenin bölüki. Ve minha ecza'l cümle, ecza'l kalam qaytsanı mutlu. Yani ve leyse şey'un minha diyen yani o cümlenin ecza'lardan hiçbir narsa özünün nefsi de, özü de evla bit tekaddumi minel ahar. Kalamның özüdeki şu cümlenin bileklerinin hiçbir narsa ilgili bulaşkı yeni birden evla emez. Ne cihetten ise liiştiraki cemi'il elfazi min haythu hiye elfazun fi derecetil itibar. Yani cemi lebziler lebzilik cihette itibar derecesi de ortaklaşkalık için. Zeydun diyen bu nima? Lafız. Kaimun diyen bu lafız. Bu hemmisi lafız. Ma cihetine mesela mübteda haber cihetine emez. Bu lafız cihetine de essak itibarına essak. Hiç karşılığının birisinin yok, alaylık yok. Bu mu lafız, bu mağazımdan çıkan gap, bu mağazımdan çıkan gap. Karşısını baldık atsam buladı. Malık baldık atsam buladı, malık baldık atsam buladı. Hem de ben kanı baldık atsam buradan tesavi bulan iş ne? Ya manı baldık atıyorum ya manı baldık atıyorum. Bunun kendi bir sebep var mı bununla? Bunu demek bu tamponlaşıp kaldı tesavi. Bu da terazi mizan tamponlaşıp kalan değil. Çokum ben bu iki sözün birini baldık atıyorum için bilimi gerek. Manı bisküvi tutan bir yersiz yine. Sebeptir bisküvi tutur. Şu sebep olsa anın gelinde şunu baldık atıyorum ben. Hiç sebep olmasa ikiniz okşayı da kapkası katıramam mı yapne? Katıramam ben. Turup kaladı. Şunu çok bir sebep buluş gerek. Şu gapның birini baldık atıyoruz için. Hem de anda boğan diken neydi? Fela budde li takdimi hâzâ ala zâk. Anda boğan diken mani anınga ilgili getiriş için bir min da'in yucibuhu. Şu ilgili getiriş ne? Taqazza qiladigan bir da' degan chaqiruvchi, bir sebep, bir amil kerak. Femined dawa'i xo'sh. Anda bo'lganda ilgili keltirish jumladagi ilgili keltirishning davoilaridan, turtkularidan, amillaridan birincisi xo'sh, endi birincisi cümlede ma'lum bilakni baldir keltirib, ma'lum bilakni keyin keltirishdagi birinchi amil sabab nima desa? At-tashviq. At-tashviq. Ya'ni at-tashviqu ilal mutaakhiri. Keyin kelgan cümlenin keyin kelgan bo'ligiga nima? Sig'indirish, ishtiyoq tortqizish. Ya'ni muxotabni, anglag'uchini cümlenin keyingi bo'ligiga nima qildirish? Qiziqtirish. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi keyingi gap deb anglag'an odamni nima qilish? Nafsini taqildattirish deymiz endi. Bir şart var bunun mudakilsin bir şartı var. İza kanal mutakaddimu bizim aldığı keltirmek olan cümlenin aldı bölüki birinci bölek ne bolsa muş'irin bir garabe. Adamdaki hayranlığını qo'zg'ata oladigan. Adamdaki garabe degan gap nima bo'layoq deb adamni hayron qoldira oladigan, bir adamni qiziqtira oladigan bir cümle bo'lish kerak. Birinchi cümle. Shunday bo'lganda uni oldiga chiqamiz. Undan keyin yeni bir avvalki bölükeni keyingi tatımız. Aslında bunu biz bunda gap, yeni bir gap. Bir yerde bu asli andaktı keyin bunda bol demez. Asli cümle kurulmaklık. Cümle eşkinisi kanı baldı ekelsek bulduğun eşkinisteki hukuku var. Tampon. Biz ma cümlenin baldı ekelişki sebep çok açma o. Mani kim ekelik sebep çok açma o. Mani baldı ekeldik garabetini kozgaş için. Mani keyin ekeldik, nima qilish uchun? Ishtiyoq, tashviq uchun. Tushundingmi? Bo'lmasa buning asli mundaqdi, keyin mani bu yerga o'tgan emas, mana bunda demoqchi emas. Ya'ni biz jumlani bunda qo'ydik. Lekin bunda qo'yishimizga sababchi bo'lgan omil at-tashviq va nima? Mush'ir al-ish'ar bi gharaba. Misalan nima desa? Misalan, masalan, "Vallazi haratil bariyatu fihi hayvanun mustahdathun min jamadi." Endi jimi xaloyiq hayron qolgan narsa jonsizdan paydo qilingan bir jonliqdir.
cansız narsadan paydo qilingan jonliq narsadir degan bir jumla. Endi bu jumlada biz bunday desak bo'ladi. Masalan, hayvanun mustahdathun min jamadi va allazi hayatul barriyatu fihi desak bo'ladi. Ya'ni cansız narsadan paydo qilingan jonliq narsa bütün xalqning aqli shunga hayron qoldi desak bo'ladi. Bu normal bir jumla bo'ladi. Lekin biz nima uchun mundaq demay, nima uchun mundaq dedik? Desak, deyishimizda sabab bor. Birinchi jumla orqali biz ikkinchi bo'lak jumlaning birinchi bo'lagi bilan jumlaning birinchi bo'lagi bilan ham anglovchini nima qildik, muxotabni hayron qoldirdik. Ma huwa deb ketdi. Ya'ni vallazi haratul bariyatu fi desa. Ya'ni jimi xaloyiq hayron qolgan bir narsa bor. Jimi xaloyiq hayron qolgan bir narsa bor desak, uni nima deydi bu savolga? Ma huwa? Bu nima? U nimaga hayron qolibdi hammadan desa, sig'inib ketdimi mumkindan? Hayvanun mustahdathun min jamadi. Ya'ni cansız bo'lgan nima? Meni. Yoki nima? Tuproq. Odam aysamni ko'z tutsak, tuproq. Boshqa bolalar bani odamni ko'z tutsak nima? Meni. Ya'ni cansız bo'lgan bir narsadan jonliq bo'lgan bir narsani paydo qilingan. Jonsiz bo'lgan narsani paydo qilingan jonliq narsalar haqida bütün insonning nimasi jimi xalqning aqli hayron qoldi. Hayron qolganligi uchun nima ish qildi ular? O'lgandan keyin tedishga kafir bo'ldi. Agar hayron qolmay bilgan bo'lsa kafir bo'lmaydi. Ya'ni ular o'yladiki, bu inson o'lib bo'lgandan keyin qandoqmi tirilsin? İnson o'lib, jonsiz bir jini yo'q bo'lib, bütün buniki badani tuproqqa aylanib bo'lgandan keyin qandoqmi qayta tirilsin? Qandoqmi al-ba'th va nushur qandoqmi bo'lsin? O'ylab yo'qlab ketib qolgan bo'lsa deb hayron qoldi. Lekin bu musannif shoir eman olib. Bu asli qanday paydo bo'lgan? Biz yeni bir signalni beryapti. Asli qanday paydo bo'lgan bu? Asli nima deb paydo bo'lgan? Yo'qlikdan paydo bo'lgan. Asli bu jonsiz narsadan paydo bo'lgan emasmi? Asli meni degan bir jonsiz narsa. Tuproq degan nima? Jonsiz narsa. Aslimi jonsiz paydo bo'lgan narsa tutsa. Undan yeni qayta buniki jonsiz holatdan yeni jonliq narsaga qaytib berishida nima shak bor? Hayron qoldi emas, lekin jimi xalq nima qildi? Hayron qoldi. Tushundingmi? Bu da bir ma'no bermoqchi. Endi bu shu jumlada adi vallazi halatul bariyatu fihi degan aslida yani musnad ilahi bo'ldi hozir. Hayvanun mustahdasun min jamadin bo'ldi, musnad bo'ldi. Asli bunday desek bo'ladi deydi. Buni hayvanun mustahdasun min jamadi allazi deb allazini nimaniki jamoatniki sifat qilib allazi halatul bariyatu fihi deb bunday qilsakmi bo'ladi. Bu chaqda bunday qilsak bo'ladi degan andaqmidi? Andaqmay vallazi halatul bariyatu fihi deganni oldiga ochiq turib, oldiga ochiq jumlaniki ikkinchi bilak bo'lsin bo'lgan yani oldiga qo'yib, nima uchun oldiga qo'ydi? Birinchisida bütün insoniyatning aqli hayron qolgan bir narsa bor deb hammadamniki qiziqishni qo'zg'adi. Diqqatini qo'zg'adi. Hammadam nima desa, hayvanun mustahdathun min jamadi deb nimaga ikkinchi jumlaga hammalar ishtiyoq tortib ketdi javob. Nima bo'lar deb uni keyin bunda jamoatdan jonsiz narsadan paydo qilingan jonliq narsa deb keltirdi. Tushundingmi? Ma'lum. Endi jumladagi ma'lum bir bo'lakini oldida keltirib, ma'lum bir bo'lakini keyinda keltirishga sabab bo'lgan ikkinchi omil bo'lsa, va ta'zirul masar degan xushalliqni oldida keltirish yoki shum xabarni oldida keltirish. Xushalliqni oldirtish yoki shumliqni oldirtish. Xush xabarni boldirtish yoki shum xabarni boldirtish masalan. Bir odamni qattiq bir yerda saqlab, bir xabarga saqlab o'tib ketdik. Endi şun hammasi tutuklab ketildik. Shu xabarga saqlab o'tib ketdik. Bir odam kelib boldi, nikunamni chap oxirida xabar degan yaxshimi? Shu xush xabarni boldi deb aytib keyin qolganligini yaxshimi? Shu maqomga shu xabarni hammadan shu xabarni o'zib turdim. Xabarning javhirini o'zib ketdi. Çünkü javharni boldi deb aytib qolganligini deydigan gap. Maqam ta hamma bilan deb taqlab ketdik xabarga. Bu shunday o'rinda. Masalan, al-afwu anka sadara bihi al-amr degandek masalan. Asli bu cümle ya bunda desek bu cümle bunda desek mi olurdu mesela? Sadara el-emru bil afwi anka deb desek mi olurdu? Bu cümle ne? Sadara el-emru bil afwi anka desek mi olurdu?
Lekin miyadik hammani saqlab ketganning dadida nimaga u ash afu qilinishini kutib ketildik. Menga bir afu kechirim kelsa, men bir qutulib qolsam deb jinoyatchining ahli bo'lmoqchi jinoyatchilar saqlab ketildik. Sadaral afu al-afu ank al-afu degan bodiga kelgan. Kechirim degan gap bodiga kelgan. Shunda bir shu intizorlab ketgan xabar bodiga berilgan bo'ldi. Bo'lmasa sadaral amru bil afu anka degan gap sizni afu qilishga amr sodir bo'ldi, amr chiqdi, farmon chiqdi degan gap. Ammo bizning Uyg'urchada o'xshash bo'lgan bilan tarjima qilsak, al afu anka sadara bihi al amru desam o'xshash tarjima qilamiz. Sadara al amru bil afu anka desam o'xshash tarjima qilamiz. Ya'ni sizni haqqingizda kechirim e'lon chiqdi degan gap ma'nosi. Ammo nima o'xshamaydi? Arabchadagi maqom o'xshamaydi arabchada. Ya'ni sadara bihil amru masalan odam hammasi qilib kelganda sadara al amru bil afu anka deb o'qchi nafs qilib ketishida bardoq bir qilinmaydi. Anda xaplab qoldi hamda. Abi gach-gach gap qilgan edi g'ash chiqib. Anda demak al afu ank sadara bihil amr deyotsa, xolos uni qaynagan taqildab ketgan nafsi jimi. Bu shu nima deb ataladi? Balog'at deb ataladi. Balog'at degan bunda ish. Ya'ni shu muqtadal halqa qarab turib nima? Tasarruf elib bilish. Masalan, al-qisasu hakama bihi al-qadi. Masalan, al-qisasu hakama bihi al-qadi degan gap qisos bilan qozi hukm qildi degan gap. Masalan, bu shuni aslida qanday desa bo'ladi? Hakama al-qadi bil qisas. Bir odam o'tayotgan jinoyatchining besh muddat mo'nin hamdan nima haqida nima xabar chiqqanda mo'yinda taqildab ketdigan narsa xabarni olib kelib. Unday ekan aldirablam al-qisas hakama bihi al-qadi. deydigan gap. Ya'ni asli hakam al-qodi bil qisas. Qozi qisas bilan hukm qildi. Deyotgan unuga qisas. Qozi hukm qilgan qisas. Qisas qozi hukm qilgan deb bunda deyotganlik o'zi nimani bildirdi? Bu meni balog'atning qoidasidan. Ya'ni nima uchun endi badi deydigan gap shu yerda? Shu holat shuni talab qilib turyapti. Shu holat shu qisas degan gapni musnad qilmay musnad ilayhi qilishni, oldida akilishni talab qilib turyapti. Xo'sh. Endi 3-cümleniki ma'lum bo'ligidan oldida keltirishniki 3-sababi nima desa? Va kawnul mutaqaddimi mahattal inkari va ta'ajjub. Endi oldida kelgan jumla inkor qilishning va hayron qilishning mahattasi bekiti. Degan gap u bekiti. Ya'ni hammalarning inkor qiladigan narsa shu bilak. Hammalarning hayron qoladigan narsa shu bilak. Hammalarning diqqatni tortadigan, hammalarniki shu ko'zi tushadigan ya shu bilak jumlaning shu bilaki. Shu bilak bo'lsa, shu bilakni oldida keltirgan gap. Asosiy bilak. Bosh rolchi, kinodagi bosh rolchi. Bilamsizlar, kinoda bosh rolchi degan shu nima xiyma degandek jasoratchi, shaparan polvon masalan. Ya'ni jumladagi bosh rolchi bor. Ya'ni hammalarning diqqati ashagina tikiladigan. Bu shunda ya'ni nimaga bosh tikiladigan gap. Baş rolchi bo'lganlik uchun hammalarniki inkor ta'ajjubniki obyekti o'rni bo'lganlik uchun boshga keltiriladi. Masalan, ba'da tuli tajribati tankhadi'u bi hadhihi az-zakharif. Ya'ni siz bu shuncha uzun tajribadan keyinmi bu shunday bezak naqshlarga oldinamsiz? Endi bu yerda nima demoqchi? Bu yerdagi asosiy maqsad nima uchun ba'da tuli tajriba تنخدع بهذه الزخارف نمشن هنا تنخدع بهذه الزخارف بعد طول التجربة أتنخدع بهذه الزخارف بعد طول التجربة اسم بلدو مثلا siz bu naqshlarga bunda tajribani kim oldinam siz desam bo'ladi. Lekin unda demay nima ish qilib ba'da to'li tajriba 5 qachda desa, biz yerda biz 3 xil keltira olamiz. Bu jumlani ya'ni inkor va hayron qilish, inkor qilishning va hayron qilishniki tushadigan o'rni oldida bo'lish. Masalan, ba'da tuli tajribati tankhadi'u bi hadhihi az-zakharif. Ya'ni siz mushuncha uzun tajribadan keyin, uzun sinovdan keyin bundaq bizak naqshlarga oldinamsiz. Men demoqchi buni, ya'ni siz
bizdeki dikkatimiz nerede? İnkarımız, hayran kalışımız bunun uzun tecrübesi buluyor. Eğer biz bu cümleyi eğer aksi kılıp yani Ebi hadihi zakarifi tenhadi'u Ba'da tolu tecrübe edip özgeçsek çok uçakta bizdeki dikkatimiz ne buluyor? Dikkatimiz bi hadihi zakarifi yani. Ebi hadihi zakarifi tenhadi'u Ba'da tolu tecrübe gençliğimizde. Yani siz muşunçilik bir addi nakş bizeklige bir münce uzun tecrübe falan aldığını kalamsa dep yani o şu nakışlarınki aldangıcılık bir kıymeti yok. Addi bir askerlikini bu küçük oğlum adamaylıgan askerlikini bu yani nakışların addi ekenligini göz tutuyor çağlar. Bunda yani demek şu hayran kalış objekti inkar kılış objekti nerede olsa şunu aldığa girimiz. Şu bilekini aldırdık koyumuz. Bu sebepten aldırdık koyuldu. Hoş dördüncüsü hem de dördüncüsü şu cümledeki ma'lum bir bölükünü aldı getiriş. Neki sebepçi olan amındaki dördüncüsü olsa ve suluku sebilit terakki. Suluku sebilit terakki. Mesela nesefi tefsir nesefi okuğanda adı sebilit terakki de bu okuğan insanlar olsa. Yani Rahman, Rahim diye vaktıda. Bu suluk sebilit terakki. Yani terakki yolu demek. Cümlemeden tüvenden yukarı çıkış. Subul sebilit terakki. Tüvenden yukarı çıkış. Yani el-ityanu bil-ammi evvelen thummel-khasi ba'dahu. Avval umumi sözleş, onundakin hususi sözleş. Avval umumi bir cümle keltiriş, onun tefsili bayan kılıp, ne kılıç? Khas sözleş. Nimiş qazı li'annel-amme, çünkü am diyen, İza zükira ba'del-khas. Am, eğer khasdan kin zikir kılınsa, la yekunu lehu faide. Onun hiç kadar faydası bulmayın. Ben aslında ben am sözlep boğandan keyin xas sözlesem faydası buladı. Lakin xas sözlep boğandan keyin am sözlesem faydası bulmaydı. Mesela ben hazır mesela Abdullah'a siz nereden desem ben Otur Asya'dan deb cevap verse. Otur Asya'nın nereden desem Türkistan'dan. Türkistan'ın nereden desem Türkistan'ın Xoten vilayetinden. Xoten'in nereden desem Xoten'in Qarqash şehrinden. Desem Qarqash'ın nereden mesela şunda cevap versin. Bu doğru buludu. Ama ben bunun da sual sorup siz nereden desem o bablam ben Qarqash'tan deb cevap versin. Mümkün Qarqash'ın nereden desem şu Türkistan'dan desem. Doğru bulamda bunu hata buludu. Demek dastlabda am keltirib, undan keyin tafsil keltirsa bu doğru bo'ladi. Tushundingmi? Mushunda o'rinda amni nima keltirish, body keltirish. Umumiy gapni. O'tir Osiyo yoki Turkiston degandek, O'tir Osiyo degan gapni yoki Turkiston degan gapni body keltirish, undan keyin uni xos bo'lgan Qashqar yoki Xotan degandek xos gapni keyin keltirish. Mushunda qilish uchun nima? Nima bo'tiladi? Subul taraqqi, sabil taraqqi deb o'tiladi musham. Undan keyin yeni bir xususi bor buniki sabil taraqqinin. Dastlabda oz xislatni, undan keyin keltirgani undan nima yuqori xislat. Yani bir baştan tüpüge çıkış diyen gap. Dastlabda boshroq xislat, ikkinchi keyin agar sifat olib qolsa, ikkinchi keltirgan sifat undan yuqori sifat bo'lsa. Bu shuni deb ataladi, taraqqiy, subul taraqqiy deb ataladi. Endi masalan deb ataladi, misol keltirib musannif, "Hadal kalamu sahihun, fasihun, balighun" dedi. Masalan, "Hadal kalamu sahihun, fasihun, balighun" desem, bu cümle fasahatlik, to'g'ri cümle bo'ladi. Demişqa hadal kalam bu söz, bu cümle sahih degan to'g'ri degan gap. To'g'ri degan gap nima? Umumiy gap. Bir gapning to'g'ri bo'lishining necha xilimiz bor? Necha xil jihatdan, qalsak necha xil jihatdan, fikr jihatdan, grammatik jihatdan, lug'at jihatdan, balog'at fasohat jihatdan, morfologiya jihatdan, falsafa jihatdan bir min jihatlar bor gapning to'g'ri xatoligini. Shundaymi? Yomoncha gap bor. Bu umumiy gap, sahih degan gap. Bu gap to'g'ri dedim. Umumiy bir gap keltirdim. Uni keyindan fasihun deb keltirdim. Fasihun degancha xoslashtirdim hamda. Umumiy gapni hamma jihatdan to'g'ri emas bu gap. Nima balog'a fasohat jihatdan to'g'ri emas gap. Fasohat jihatdan to'g'ri deganni keltirgan bo'ldi. Xosladim. Keyin balighun degandan keyin bu hamma jihatdan emas, balog'at jihatdan to'g'ri degan gap bo'ldi. Ya'ni bir so'z
to'g'ri bo'lish uchun fasohatlik bo'lishi. Fasohatlik bo'lish uchun balog'atlik nima? Bir so'z balog'atlik bo'lishi uchun nima bo'lish kerak? Fasohatlik bo'lish kerak. Fasohatlik bo'lishi uchun tabiiyki to'g'ri bo'lish kerak. Ammo bir so'z to'g'ri bo'lmasa fasohatlik ham bo'lmaydi, balog'atlik ham bo'lmaydi. Bir so'z balog'atlik bo'lmasa bir so'z to'g'ri bo'lmasa fasohatlik ham bo'lmaydi, balog'atlik ham bo'lmaydi. Masalan, fa iza qulta fasihun baligh deb qo'ysang, agar sen hadal kalamu fasihun baligh deb qo'ysang, la tahtaju ila zikri sahihin. Yani bu chaqda hadal kalamu fasihun balighun sahihun deyishga ehtiyoj yo'q. Xatolar qoldi bu chaqda. Men boshqa misol keltirib bergandek. Sahih degan umumiy gap. Bu gapni tabiiyki fasih bo'lgan gap, baligh bo'lgan gap degan demak to'g'ri bo'ldi, tabiiy to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun buni sahihni keyin keltirish nima xato bo'ladi. Uni cho'qim ya boshqa keltiramiz, agar keltirmasak bo'ladi. Va iza qulta masalan balighun deb qo'ysang masalan, la tahtaju ila zikri sahihin va la fasih. Sen balighlan deb qo'ysang, sahihni keltirishga, na sahihni keltirishga, na fasihni keltirishga ehtiyojim qolmaydi. Chunki bir so'z baligh bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Fasih bo'lish kerak, sahih bo'lish kerak. Ammo sahihun deb qo'ysam, bir gap sahih bo'lish uchun fasih, baligh bo'lish kerak emas. Sahih degan gap natija jihatdan bo'ladi. Bu umumiy bir gap. Masalan, bir gap fasohatlik emas, balog'atlik emas lekin to'g'ri bo'lishi mumkin. Bir odam gacha kikashlab adasiz tartib bir gapni dedi bizga. Fasohatmi yo'q, balog'atmi yo'q. Lekin u gapning ma'nosi to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni to'g'ri bo'lish, bir gapni to'g'ri bo'lish uchun fasohatlik, balog'atlik bo'lishi nima emas? Kerak emas. Ammo bir gapniki fasohatlik, balog'atlik bo'lish uchun to'g'ri bo'lish kerak. Tushunamizmi gapni? Xo'sh. Endi so'z jumladagi bilakniki oldida keltirishga ochilgan 5-omil bo'lsa, muraatut tartibil vujudi. Vujudi degan ya'ni al-mavjud ya'ni fil vaqi'. Amaliyotda bor bo'lgan tartibga rioya qilish. Amaliyotga o'rni. Shuning amaliyotga o'rniga rioya qilish. Masalan, la ta'khuduhu sinatu va la nawm. Alloh taolaning qavliga masalan oyatlar ko'rsatildi. Bishada Alloh taolaning na mugidak tutib qolg'ay, na uyqu tutib qolg'ay. Ya'ni Alloh taolaning mugidashmi tutmaydi, uyqumi tutmaydi. Nemishqi sida baldi keldi, nemishqi keyin keldi desa, chunki inson uxlash chog'da baldi nima keladi? Mugidak keladi, keyincha uyqu keladi. Ya'ni amaliy bo'lgan, ya'ni amaliyot tartib bo'yicha keltirishmoq. Xuddi shunga o'xshagan va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun Alloh taolo. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Qur'on karimda qanday ada kelsa jinna val insa deb keladi davomli. Jin baldi keladi, nima inson keyin keladi. Masalan, minal jinnati wan nas. Nimishqa? Nimish chunki jinlar insonning baldi yaratgan. Chunki amaliyotda fil voqea jinlarning yaratilishi insonning burun. Shu sababdan. Tushundingmi buni? Nima deymiz buni? Muraatu at-tartib al-wujudi deb ataladi. Xo'sh. Endi jumlaniki ma'lum bo'lakini oldida keltirishning 6-sababi bo'lsa, va nassu ala umumi salbi aw salbi al-umum. Umumi salb aw salbi al-umum bu ilm mantiq qoidasida tafsirda chiqqan. Sizlarga balki o'tgan bo'lishi mumkin, kimki kitobingiz chiqida o'tgan bo'lsa. Va nassu ala umumi salb. Jumlaga mujiba bo'ladi ya saliba bo'ladi. Saliba. Endi ya'ni salbning umumiga nas keltirish uchun yoki umumni salb qilishga, ya umumni salb qilishga nas keltirish. Ya salbning umumiy ekanligini bildirish uchun yoki salbil umum degan umumni salb qilish. Bu jumlaniki umumiy ekanligini nima qilish? Nafiy qilish uchun. Buni yeni bir ismi bor buniki. Umumiy salb degan biri nima shumulun nafi, nafi shumul. Shumulun nafi. Umumiy salb, salbning umumiy degani shumulun nafi. Shumulun nafi. Yeni bir ismi. Salbul umum degancha nafi shumul. Nafi shumul. Bu nima degan gap? Bu ajoyib inchki masala bu, ha? Lekin ko'p keladi. Yani فالأول birincisi يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي. Yani عموم السلب نفي الشمول نفي شمول النفي. شمول النفي dediğimiz
qanday bo'ladi desa, adatul umumni, adatul umum deganda masalan kullu degandek masalan, jami'u degandek masalan, alif lam istiqroqi degandek adat nimani? Adatul umumni ala adatun nafi deganga ma laysa degandek adatun nafining baldi keltirish jumlada. Baldi keltirish. Bu shuning uchun nimani paydo bo'ladi? Umumiy salbni paydo bo'ladi. Umumiy salb uchun bo'ladi. Baldi masalan bizniki adatul umumni adatun nafining baldi keltirishimiz nima uchun desa, ya'ni salbni umumiy bu jumladagi bo'lishsizlikning umumiy hammasini ichiga olganligini. Hem mal bo'lmaydi, mal bo'lmaydi, mal bo'lmaydi. Her bir bo'lmaydi deganda bildirish uchun. Ammo biz aksi bo'lganda-chi, aksicha biz adatul umumni, adatun nafini, adatul umumni adashib qo'ysakchi, u chaqda nimani bildirdi? Hammasi bo'lmadi, lekin ba'zi bo'ldi. Hammasi bo'lmadi, ba'zi bo'ldi deganda bildirdi. Ammo adatul umum, adatun nafining beshiqchisi-chi, u chaqda her biri bo'lmadi degan bo'ldi. Chaq ma'noda her bir deb ma'naymiz. İkincisi hemme deb aytamiz. Hammasi bo'lmadi degandan ba'zi bo'ldi degan ehtimol bor. Lekin har biri bo'lmadi degandan umum bo'lmadi, bu bo'lmadi. Tushundingmi gapni? Misol keltirib, misol qaraylik. Masalan, nahu kullu zalika lam yakun. Kullu zalika lam yakun degan qavlga o'xshash. Ya'ni shuning har biri bo'lmadi. Ya'ni lam yaqa hada va la zak. Ma yuz bermadi, olma yuz bermadi. Bu nima degan gap? Desanglar bu degan bir hadis. Sahih Muslim'de rivayet kılınan hadis, Peygamber Aleyhisselam bir kere asr namazı okudu. Asr namazı okup, asr namazını 2 rekat okudu Peygamber Aleyhisselam, 2 rekat. 2 rekat okup salam verdi. Salam verip, naiti bir işçi sıkılıp kalganda, Resulullah okubab, mıngıp, bir yer böyle yünüp durup da bir kütekke, sahabeler hemmesi Peygamber Aleyhisselam'dan tepti atıp, hicil bulup, hayal kılıp, Ya Resulullah namaz 2 rekat okup kaldı, diyenmeyi kaldı. Hatta Abu Bakr Sıddık Ömer Reziyallahu anh diyenmedi. Betin namazı deyişken. Şu sahabenin içinde Zulyedeyn deb yani iki kolu uzun bir adam vardı, kollak bir adam var idi. Şu adam gelip de Resulullah'a dedi ki, Ya Resulallah, kusiratis salatu em nesit? Dedi ki, Ya Resulallah, namaz kasır kılındı mı ya unutup kaldınız mı? Deb soraptı. Peygamber Aleyhisselam'dan da cevap edişede, kullu zâlike lem yekun. Kullu zâlike lem yekun. Yani aşının her biri bulmadı. Yani namaz kasır mı kılınmadı, unutup mu kalmadı? Eşhedü Resulullah'ın bagan cevabı ne bu oldu? Arap dili balagat fasat qaysı bu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam eğer bilse, eğer istedi olsa, eğer bilse namazını 2 rekat okamdı, ya Resulullah bilmi geldik için, unutup nima kaldık için yani Resulullah ben sabah kılmadım mı deb oylaydı. Oylaganlık için çünkü kullu zalika nima lem yekun deb cevap verdi. Ama şu vaqtida Zulyedeyn degan Arapça fasahat balagat onun biladi Arapça kamil cevap. Nima deb cevap verdi? Ba'du zalika kan. Ba'du zalika kan ya Resulullah. Yani hammasi bo'lmadi, ba'zi bo'ldi ya Resulullah. Ba'zi bo'ldi deb Eşhedü cevap verdi. Resulullah sahabını sordu. Aslında inda oldu mu deb soraptı. Inda oldu dedi Resulullah kelib, yine 2 rekat namaz şu kılıp 2 rekat o'qib o'tib, unga salam berib, unga sajda qildi. Unga salam berdi. Mana bu şu qissiniki bu kullu zalika lam yakun degan so'zni misol qilib hadisni olib keldi. Endi kullu zalika lam yakun degan, bu yerda kullu degan nima? Adatu al-umum. Kullu degan so'z adatul umum. Bir şeyde lem yakun degan so'zga lem yakun degan lamcho adatun nafi. Lem degan adatun nafiga kullu degan adatul umum bo'ldi. Oldidagi kalima nima ifodaladi? Umumus salb. Ya'ni umumus salb yoki shumulun nafi. Nafini shumul qilish, ammiga qanot yedirish uchun keldi. Shumulun nafi degan ma'noni ifodalab berdi. Endi va thani ikincisi desa yakunu bi taqdimi adatun nafi ala adatil umum. İkincisi yani nefi şumul deganimiz yoki salbul umum deganimiz, yani umumlikni tatib eliverish, umumlikni yo'q qilish. Parchani qo'yib umumlikni yo'q qilish deganimiz bu qanday bo'ladi desa yakunu bi taqdimi adatin nafi ala adatil umum. Yani adatin nafi lam ne mesela adatul umum bo'lganiga kulluga ilgir qilish bilan nima kelib chiqdi bu yerdan? Salbi umum kelib chiqdi. Mesela lem yekun kullu zalik. Peygamber sallallahu lem yekun kullu zalik degan bo'lsa, lem yekun kullu zalik degan bo'lsa, uning hammasi bo'lmadi degan bo'lsa, ay lem yaqa'il majmu'. Yani
Hammasi juğlanma holatda hammasi bir yo'lim bo'lmadi. Degan nima ishga ochib qolgan. Fayahtamilu thubut al-ba'd. Yani ba'du zalika yakan, ba'du zalika kan degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Ya'ni buniki ba'zining sabit bo'lishini ehtimol keltiradi va yahtamilu nafya kulli fard. Hammasini bo'lmaganligini ehtimol keltiradi. Men ehtimol foyda olib qoldim. Tushundingmi? Ya'ni onun hammasi bo'lmadi degan gap ba'zi bo'ldi degan ma'noda chiqish to'g'ri bo'lib chiqsa. Bo'lmadi degan ma'noda chiqish uning ehtimoli bor. Ammo har biri bo'lmadi desakchi, har biri bo'lmadi desak u chaqda umi bo'lmadi, bu bo'lmadi. Bas arabcha bizning Uyg'urcha har bir hamma deb aytilgan bilan arabchada oldida keltirish, kenidi keltirishlar mushu nimani, mushu ma'noga erishishga bo'ladi. Kullun degan so'zning har bir degan ma'nosi bor, hamma degan ma'nosi bor. Lekin biz kullu vahid degan ma'noda elish uchun nima qilish kerak? Kullun adatun nafining oldida kelish kerak. Hamma majmu' ma'nosi elish uchun kullun adatun nafining keyinda kelish kerak. Lam yakun kullu zalikda. Bu şu kaide. Tushundingmi? Endi 7-incisi cümledeki ma'lum bilan oldiga keltirishning sababi va taqviyatul hukm. Hukmni kuchlantirish. Ya'ni bizda musnad ilayhi isnad deb narsa bor. Ya'ni musnad deganimiz mesela Zeydun qaimun Zeydun musnad ilayhi, Zeyd qaimun musnad. Bu isnad şu, ya'ni qiyamu Zeyd. Qiyamu Zeyd isnad. Biz bu isnadni kuchlantirish, Zeydning o'tirish degan isnadni kuchlantirish uchun ondan cümledeki ma'lum bilak oldida gap qilish. Nima? Oldida keltiriladi. Masalan, idza kana al-khabaru fi'lan. Buning sharti var. Buning sharti nima? Buning xabar chiqimidan bo'lish kerak, fe'l bo'lish kerak. Masalan, al-hilalu zahara. Al-hilalu zahara. Mesela al-hilalu zahara desak, ay chiqdi. Ay ko'rindi, ay oshkora bo'ldi degan gap ma'nosi. Endi buni biz yeni bir qadam yer aytdik. Zaharal hilalu. Zaharal hilalu desek zahara fiil, hilalu fail, cümle fiiliye bo'ladi. Endi al hilalu zahar desek bu nima bo'ldi? Cümle ismiga aylanib qoldi yani. Al hilalu mubtada, zahara fiil, bunun tegida tahta zamir fa'il, zahara al hilalu deb zahara hilalu deb yeni bir hilal bor tegida zahar tegida. Mümkün bu fiil fa'il cümle biyolab nimaniki al hilal degan mubtadaning xabari bo'ldi mesela. Mana bu shayni diqqat qilgan bo'lsak, al zahara al hilal desek ay gap tugidi. Zahara al hilalu desek ay chiqdi. Gap tugidi. Yani u yanından bir isnad bir narsa yo'q. Ammo al hilalu zahara desek al hilalu zahara al hilalu. Tushundingmi? Al hilalu zahara al hilal. Tafsiriga isnad ikki qatim takrorlandi. Isnad yani ayning ko'rinishi. Al hilalu zahar. Zahara al hilal. Demek ya xuddi bir cümleni ikki qatim takrorlagandek bo'ldi bu yerda. Al hilal zahara al hilal deb yani xuddi cümleni ikki qatim takrorlagandek nima isnad takrorlandi. Isnad takrorlangandan keyin cümlening mazmuni nima qildi? Cümleni ikki qatim takrorlashini nima bildirdi? Ta'kidni bildirdi. Yani ve zalika li takarruril isnad. İsnad takror topganlik uchundir. Yani ayning ko'rinishidan iborat isnad ikki qatim takror topdi bu yerda. Xuddi cümle ikki qatim takror topgandek bo'ldi. Bu nimani ifodalaydi desa? Cümleni güçlendirir. Cümleni takviye degan, hükümni güçlendirir. Aynen çıkarlıqını iniq, ay çıktı deb ikki qatim degandik. Anda kuzab xato ko'rib qolmadi deganda bildirmoqchi. Xo'sh, endi 8-chi eng muhim bo'lgan shu masaladagi yomon bek jiq oldimizga keladigan. Andan bek muhim bo'lgan ma'ni ifodalaydigan eng kuchli bo'lgan sabab shu. Tushundingmi? Va taxsis. Nahu ma ana qult. Yani cümleniki ma'lum bölükini oldida keltirishimizdagi sabab nima? Xoslashtirish. Yani cümleniki musnadga musnad ilayni xoslash yoki musnad ilayga musnadni xoslashni ifoda qiladi. Shuni ifoda qiladi. Shuni ifodalash uchun oldida keltirildi ma'lum bir bilak. Ma ana qultu degandik masalan. Ma ana qultu. Men misalda ma ana qultu. Masalan ve taksis nahu ma ana qultu degandik. Taksisni ifodalaydi. Yani ma ana qultu desa bu gapni men lam demedim degan bu. Bu gapni men lam demedim desa yani mendan boshqasi dedi degan ma'no chiqadi. Ammo buni aksicha ma qultu ana desam, bir odam siz magam dedingizmi deb so'rasa, bir odam magamni siz dedingizmi deb so'rsa, men ma qultu ana deb javob bersam,
Men demedim desem yani bu gap deyilmedi. Bu gap hech kim demedi aslında. Demagan gap. Bu bo'xton bu degan bu ma'nosi. Ammo ma ana quldi deb anani oldiga chiqib qo'ysam, u chaqda nima bo'ladi? Anani oldiga chiqib qo'ysam, u chaqda men lam demedim. Yani boshqalar dedi. Ha, boshqalar dedi degan gap chiqadi. Endi xuddi shuni o'xshagan. Mesela Allah Teala'nın sürpati ayet İyyâke na'budu. İyyâke na'budu degan qavli mesela. İyyâke na'budu degan qavli bunun ma'nosi Sangala ibadet kılımız, sangını ibadet kılımız degan bo'ladi. Agar bu shuni biz na'buduka desek chu, na'buduka desek sang ibadet kılımız. Nima farqi bor buni desa, sangını ibadet kılımız bilan sang ibadet kılımızın farqi nima desa, iyyaka na'budu desek, iyyaka na'budu desek nima chiqadi? Sangını ibadet kılımız, nima sendan boshqasiga ibadet qilmaymiz degan ma'no chiqadi. Lekin sang ibadet kılımız desek chu, Sana ibadet kılımız desek, ondan ma'ni çıkmaydı. Senden başkasına ibadet kılmayımız diye ma'ni çıkmaydı. Belki sana ibadet kılımız, başka aliyazu billah, başkalarına ibadet kılımız, sana ibadet kılımız diyende ma'ni çıkış mümkün. Yani mümkünlük var. Lekin sana ibadet kılımız diyende senden başkasına ibadet kılmayımız diye ma'ni çıkdı. Benim baldiği cümlede buluşsuz deyna. Buluşsuzda ne mi çıkdı? Buluşluk gap çıkdı. Mesela ben kılam demedim diye gapten, benden başkası dedi diye gap çıkdı. Ama sana ibadet kılımız diye gapten senden başkasına ibadet kılmayımız diye ma'ni çıkdı. Ama onda demey sana ibadet kılımız. Yani na'buduka. Na'buduka diye gap kelgan bo'lsa, u chaqda sana ibadet kılımız. Degan gap chiqdi, ma senden başkasına ibadet kılmayımız diye ma'ni chiqmaydi. Bu chaqda tavhid nima? Rasmiy ifodalanmay qoladi. Qarshi afzalkan tabii ki iyyaka na'budu, iyyakani oldiga chiqish. Endi agar yebisida oldinda biz na'budu iyyaka demaymiz desa, chunki agar keyinda bo'lgan bo'lsa, nimaga u chaqda damir muttasil bilan kelish kerak. Na'budu kadib damir muttasil bilan. Damir munfasilni qanday chaqda keltiramiz? Damir muttasil keltirish mumkin bo'lmagan chaqda damirni keltiramiz, damir munfasil keltiramiz. Qoida. Endi jumladagi ma'lum bir bo'lakni oldida keltirishniki 9-sababi vel muhafazatu ala vaznin aw saj'in. She'rning vazniga she'rning vaznini saqlab qilish yoki nasrning qofiyasini saqlab qilish uchun jumladagi ma'lum bir bo'lak oldida keltiriladi. Keyinda keltirilsa bo'ladigan bo'lak. Masalan, fal avvalu masalan إذا مثلا شاعر يزغن شيء إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت دبت مثلا ماذا تقول هذا خالد غموسا سفيه نادان آدم سözlese onunla cevap qaytma فخير من إجابته السكوت nadan adamga javob qaytgandan sukut qilish yaxshiroqdir. Va ma'nosi shu. Endi bu yerda fahayrun min ijabati sukut degan jumlaga qaraydigan bo'lsak, asli xayrun nima xabar bo'lsa, xayrun min ijabatihi xabar, as-sukutu nima bo'lgan bo'lsa, mubtada bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Masalan, fas-sukutu xayrun min ijabatihi. Fas-sukutu xayrun min ijabatihi bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Ammo buni biz anda qilmadik. Anda qilmay xayrunni oldiga chiqib xayrunni mubtada qilib qo'ydik hamda. Fa xayrun min ijabatihi as-sukutu deb xabar qilib qo'ydik. Yani fayxayrun min ijabatihi musnad ilayhi oldu. As-sukutu musnad oldu bu yerda. Nimişqa desa, bu she'rniki vazn, she'rning vazni, qofiyasi buzilib ketmasin deb. Chunki she'rniki bosh oyog'i shu sukutu degan shu vazn bo'yicha ma'nolar. Anladın? Mesela cululu degandek dam bilan oxirlashgan bo'lsa, fayxayrun min ijabati, fas-sukutu xayrun min ijabatihi deb qo'ysak, nimaga tushmaydi o? She'rniki oldi-kendagi qofiyaga tushmaydi. Shuning tushish uchun nimani almashtirib qo'ydi. Ikkisini o'rnini almashtirib qo'ydi. Bu chaqda ma'lum aytsak, masalan, agar hozir fa khayrun min ijabati sukutuga fa khayrun min ijabatihi ni biz hozir mubtada musnad ilayhi qilib, as-sukutuni xabar qilib, musnad qilib ma'ni aytsak qanday? Ya'ni uningga javob bergandan yaxshisi sukut qilishdir. Uningga javob bergandan yaxshiroqi sukut qilishdir deb aytamiz. Ammo mana aslidagi bo'yicha aytsakchi, fa khayrun min ijabati sukutuni, ya'ni fas-sukutu khayrun min ijabati desakchi, sukut qilish uningga javob bergandan yaxshidir deb bunda aytdi. Tushunarlimi? Qilib mumkin yani. Uni mubtada qilish ham mumkin.
Ben haber kılacağım mümkün. Çokum kalanlı çokum bu cümle bilek. Muftada buluş kirek. Ma çokum haber buluş kirek dep turadi şu. Şunama. Ma o gapni qachon deymiz? Sizda nahv qanchag'ini deymiz. Nahvni to'kib tamam balag'atga o qoidani buzib tashladi. Şunama balag'at degan yuqori falla. Bu chaqda qanda desak, biz qanda usulni qo'llansak qo'lni oldimizdagi muxotabni qoyil qila olsak, shu yerdagi o'ringa loyiq, taqozoga loyiq gap qila olsak, shuning o'zini balog'at bo'ladi. Va sani ikkinchisi hamda, masalan, nasr. Nasrniki qofiyasi, nasrning vaznini buzib ketmaslik uchun oldidagi kelish degandek. Bunda masalan, xuzuhu fagulluh. ثم الجحيم صلوا الله تعالى عنك الحق سجدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ما مو شو آية كلمة قرأت غموسق خذوه فغلوه يعني bu günahkar mucrimni tutun Allah Teala deydi ki peliştilerge zabani peliştilerge deydi ki kıyamet günü yani günahkar devzihiler onu tutunla fagulluh Onunla kişen selamlar. Onunla kişen takak selamlar. Sonra andikin onunla kişen takaklarını silip çemberçesi bağlayıp andikin thummel cehime salluhu. Andik onu cehennemge kişi güzonlar. Bir şeydi ki adkhiluhu diyen oldu. Bir şeydi ki thummel cehime aslı kaydı buca. Thumme salluhu el cehime. Thumme salluhu el cehim. Andikin onu cehennemge kır güzonlar. Lakin nima uchun shu salluhu oldi jahima oldiga chiqib qilib salluhu keyin yutib qoldi? Nimaga? Shu qofiya, ya'ni oyatdagi rioyatul favasil. Li rioyatil favasil, ya'ni fasillarga rioya qilish uchun. Qofiya demaymiz endi, chunki bu nasr yoki nima emas, oyat degan she'r emas. Qofiya deb atamaymiz adab yusidan. Nima deymiz buni? Rioyatul favasil, li rioyatil favasil. Shu oyatning hammasi mana xuduhu fagulluh ثم الجحيم صلوه فاسلكوه دب همسي وخشش آخر السندب ثم في سلسلة عندكن في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ديgan uzunluğu 70 gez kiladigan zincirlerde buni zincirlarga fasluku degan gap kirgizinglar. Uni uzunluğu 70 gez kiladigan zincirlarga kirgizinglar degani, ya'ni shunda zincirlarni yine bağlangan, beşideki bağlangan zencirin üstüne devzaklı çıkıp boğandan keyin yana yine bir aynı uzun zencirlerini bağlap bunu yine kat bağlap xuddi şu yip silikke marjalla yipke ötkendek onu şu zencirin içine kaplıyor tonurdu. Ottun boğan şu zencirler. Bu 70 gez degen bu dünyada 70 gez emez. Filistin'in gezi bilen. Yani Allah Teala bu o dünyanın gez. Kancı gezgini vallahu alem. Bazı mufassirler bu dünyanın hem tümürlerini yakıp fekası mu kıyametteki o zinciri o tümürdeki anda yuvan anda eğil çıkmaydı deydi. Ottun boğan aşında zinciri yine teşti bağlılığından başka yeni bir çemberçesi bağlanıp devzaklı taşlanırdı. Devzaklı taşlanıp boğandı ki ayet tıkıldı. Yani başka azaptın ki kabirde günahkarının kabirdeki azabı andın acayip kat. Bu dünyadaki bütün azabını kattı. Bu dünyada tuğulganda 100 yıl ömür geçen bir adam azap çeken boz kabirdeki bir kabir azabı denk gelmeydi. O kabirde talkan azabının hammasi mahşer meydanındaki azap kalağında işlememez. Mahşer meydanı talkan azabının hammasi devzakının azabı kalağında işlememez. Şu mühinde derecede. Azap birbirinin katladığın gibi. Ayet şunu ifade ediyor. El-İyadu billah. Allah Teala bizne devzikilerini bizim Kudayım saklasın. Üzeri cennetlerini kılsın. Bir şey de karşısak mı? Feslukuhu diyen yani thumme feslukuhu fi silsiletin derruha 70 zira'a. Deb. Mündeki tüşker bu kadar feslukuhunu ahir kadar koydu. Ne için? Li riayetil fevasil. Başkaça kıraatımızın çıkaylık çıkıyordu, kulakımız çıkaylık anladı. Allah Teala'nın ki Arap dili Kur'an-ı Kerim'in ne kadar balagat, fasahatli ki alameti bu şu. Onun kendini velem yutkar li kulli min at-taqdim ve ta'khir dawa'in khas. Hem de bir yerde takdim kılışlık sebebi mavu ta'khir kılıp Çin katışının sebebi mavu Allah ile ayırıp zikir kılınmadı. Umumi zikir kılındı. Nemiş qadse li ennehu إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر طبيعي yani eğer cümlenin bir böleki aldığı olsa tabii yani birisinin mükemmel kitap kalıdı. Yani bu cümledeki ma bölekinin aldığı taşının sebebinin üzeri
ma bilakdan keyingi kelishning nima bor? Sababini uzudur. Fahuma mutalaziman. Ya'ni bu ikkisi mutalazim, ikkisi o'rtasida talazum bor. Yani yalzamu min taqdimi hada nima? Ta'khiru dhak. Yalzamu min taqdimi hada ta'khiru dhaka. Yani mani ilgili qilishdan ani keyin qilish nima? Lozim keladi deydi. Shuni bilan bugungi darsimiz mana shu yerda oxirlashdi va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.